kurashamiz birgalikda. Bizning shior kuch birlikda. Orolimiz nomidor. Qo'rqitolmas bizni to'fon. Yovuzlikdan bu olamni saqlab qolamiz omon. Bu o'lka bizning makon. Baxt bilan begumon. Toshlar kuchi, tasli olov, muziklar va tengsiz shamol. Hushyor turar har on. Garmiti. Bolakay Trek Chaqmoq studiyasi tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Va nihoyat musiqi star bo'laklari hammasi bitta nuqtada jamlandi. Ava, endilikda so'nggi elliklar bo'lagini topishimiz kerak. Endigi navbat Eroga ekanda. Aha, qanunda ketdik. Ya! Hoy nahoy, Mettik o'rimliklar so'nggi star bo'laklarini qidirishayotgan bo'lsalar kerak. Endi ular uchun kuchli raqib topildi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Saskel. Titanlar olimining buyuk sehrgari Saskel. Endi sening vazifang Mettik o'rimliklarni umuman yo'q qilib, meniga star bo'laklarini olib kelishdir. Ularning hammasini menga olib kel. Endi esa qani olg'a. O'ylaymanki endi bu safar muvaffaqiyatga erisha olaman. Hoy, qo'rqishga hojat yo'q. Ochig'ini aytsam, bu yer menga yoqmayapti. Eroy. Wow, biz Titan olamidagi shamolliklar mamlakatidamiz shekilli. Wow, hatto Alfa to'lqini ham mavjud. Xo'sh, endi qolganiga nima qilamiz? Bundan tashvishlanma. Ya! Biz va nihoyat yetib keldik. Elliklar bo'lagi shu atrofda bo'lishi kerak. Ha, albatta shunday. Qana hamma ortimdan. Eroy. Faqat hech qanday sho'xliklarsiz, faqat egana star bo'laklarini qidiringlar. Xo'sh. Siz uchalangiz shu yerda qolasiz. Trek ortimdan yur. Bu yer qanday joy? Men bu joyni yo'ldan adashganlar makoni. Yana qanday yo'ldan adashganlar makoni? Hoy, hech bo'lmasa gapimni tugatib olay. Mayli, qani ketdik. Yuhu! Buni qara, elliklar bo'lagi. Qanunda olg'a, yuhu! Ehtiyot bo'l, bu xavfli bo'lishi mumkin. Bu xavfli emas. Mana elliklar ham shu yerda. Xaos nuri. Baribir men uni ola. Hoy, sen yana kim bo'lding? Axir bu Titan olamining oliy sehrgari. Nima? Oliy sehrgar unda Gormiti unsurlar ritsarlari. Seni chorlayman, uragan.
Men qudratli Garmiti, uragan. Wow! Men Mega Ultra Garmiti uraganman. Xo'sh, qanday muammo bor? Ha, sen rostdan ham eng kuchli Garmitisan. Hoy, balkim Sasuke'ni yengish yo'lini toparsiz. Oliy sehrgarlardan biri, yaxshi raqib. Men senga ishonaman. Qani olg'a. Xaos chaqmog'i. Hoy, shoshmay tur. Ya! Kutilmaganda hujum yaxshimi? Yo'q. Eroy! Trek. Hoy, senga nima bo'ldi? U seni chaqaloqqa aylantirib qo'ydi. Lekin xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Xaos nuri. Ehtiyot bo'ling. U o'ylaganimdan ko'ra ancha kuchli ekan. Biz bulardan ham qudratlanganmiz. To'g'rimi, Mittivoy? Ya! Xaos nurlari. Hozir o'yin payti emas. Mana senga, mana. Diqqatingni jamla, Eroy. Men bunaqada diqqatimni jamlay olmayman axir. Ya! Xaos chaqmog'i. Ultra quvvat. Ha, yana ozgina qoldi xolos. Ha? Qayerda? Hoy, qayerdasan? Hoy, bu sening hayoting uchun xavfli ekanini bilasanmi o'zi? Oy, yo'q, uni qutqar. Qimirlamasdan mahkam ushlab ol. Ahmoq. Oy, bunday qilishni ozroq basqir. Xaos chaqmog'i. Ehtiyot bo'l. Ahmoq. Yaxshi bo'l-aka, Trek. Shu joyda qimirlamasdan o'tir. Ahmoq. Yaxshi, hammasini tugatish vaqti keldi. Xaos zulmati. Eroy, tayyormisan? Ya! Qudratli Mega Ultra Alfa quvvat. Oy, yo'q. Eroy, diqqatingni jamlashing zarur. Axir qanday jamlash mumkin? U yerda Trek xavf ostida-ku. Topdim. Bolakay Trek, qani istaganingcha sho'xlik qilaver. Barakalla bolakay Trek. Ya!
Men tirikman. Eleslar bo'lagini olishimiz kerak. Xuddi men hamma narsani bilaman. Ha shunday, lekin sen bilasanmi? Shoshma, aytmasang ham bilaman. Demak, ikkalamizning ham o'xshash tomonlarimiz bor ekan.